qo'ng'iroq payti sherigingizni ovozini yozib olayotganingizda sherigingiz bilib qolyaptimi? Buni o'chirishni, bildirmasdan zapis qilishni yo'li bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegramimizga kirib olamiz. Telegramdan mana shu Babelnet degan kanalimizni topib olamiz. Mana Babelnet. Bu yerdan mana shu TTS Lex degan programmani uстановка qilib olamiz. Готово qilib chiqib turib, настройкаga kiramiz. Bu o'zi sintez rechi vazifasini bajaradi. Bu yerda настройкаdan poiskga kirib, poiskdan ruschaga o'tirib olamiz. Agar sizda telefoningiz ruscha bo'lmasa, ruschaga o'girib oling настройкасini, chunki o'zbekchasini bilmayman qanaqa chiqishini. Mana shu nimani yozamiz? Sintez rechi deb yozamiz mana shu yerga. Mana. Mana sintez rechi mana shu chiqib keladi. Mana shunga bitta bosamiz, o'sha avtomatik mana belgilab berdi mana. Sintez rechi degan joy. Shunga kiramiz. Buni ikki xil yo'li bor. Mana bu programmani ishlatmasdan qilsa bo'ladi, lekin bu sal bilinib qoladi. Nimaga? Mana ikkalasini bunday qilamizda, shunaqa qilib qo'yamiz bo'ldi. Siz zapisda bosganingizda zapis ketyapti deb gapiradi-ku, o'sha gapirgani mana bunaqa bo'lib eshitiladi. Tushundingizmi? Buni tushunib bo'lmaydi-da, ya'ni nimaligini. Lekin bilgan odam biladi buni. Buni bizga hozir nimasi kerak emas. Biz boshqacha umuman gapirmaydigan yo'lni qilamiz. Buning uchun mana shu joyiga kiramiz. Bu yerdan boyagi programmamizni tanlaymiz. TTSLX degan. Mana shuni tanlaymiz, bo'ldi. Endi siz telefon qilganingizda boyagi nima chiqmaydi. Agar sinab ko'ringlar, sizlarda agar shunda ham chiqadigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, boshqacha variantlarini nimasini o'rgataman.